Agar tashqi plant odami sizni uzun yillik do'st bo'lganga tanlasa, ma'qul deb do'st bo'lamsiz yoki oldiga qaramay qachamsiz? Ha, yaxshimsizlar. Men sizlarni Dilu so'zlaydigan do'stlar, Dilnur Dilu. Bugun Dilu so'zlayman. Bugun yana sizlar eng amroq tashqi plant odam bilan uchar so'zlayman. Bunda qarab baxsam sizlar bu Dilu qaragan chaqda tashqi plant odami noma'lum jilliq uchar taqsa, andigan nima? Tushi transho andigan oldin qo'yatdik xotira degandek mushtar narsalarni bekrak yaxshi ko'rsalagan. Ham siz bugun men sizlarga mushu 3-chi xil uchirish hadisi bo'lgan Bil Mir hadisini so'zlab bermoqchi. Haras qizlar oldin qaytma Yufini Shedronkosini ayrim shupin chiqib bersam behchi qiz bolasi topsa, ma Shedronkochu girmanglarni ham siliq, ham tez, ham rohat shunda pez chiqarib berdi qaranglar, ham pokiz. Ma yuzinglarchi unda jingbingmi bo'lib qolmaydi. Mani men ma Pyongyangchunki birinchi lenjaga esib qo'ymay, ashun basanglar mu Shedronko chiqdi. 49 qo'y 9 mo'ga Xinjiangga 2 ni, bir namis 2 ni bow yo'q birimiz. Bulamdi. Cho'qim setinglar. Hamsa densan qancha shu tanqilib bugungi mazmunimizga kirib ketaylik. Endi bu Bil Mir vaqasi shu tashqi plant odamlar bilan uchirish hodislarining ichidagi 3-chi xil uchirish hadisi kirdi. 3-chi xil uchirish hadisini nima deysan albatta? Ya'ni shu tashqi plant odamlari yoki shu uchar taqslarni yaqin oraliqda iniq holatda ko'rgan hamda ular bilan ong orqali yoki og'zaki orqali fikr almashtirib paranglashgan bo'lsa, bu 3-chi hadisi kirdi. Endi men burungi filmlarimda Huang Yanqiu vaqasi bilan Ming Zhaoguo vaqasini so'zlagan chog'imda shu tashqi plant odamlar bilan uchirish hadisi qancha turga bo'lindi. Ularning har birisi masalan qanday hodisalar yuz bersa, unda mush darajaga bo'lindi. O'shalarning hammasini aniq so'zlab bergan. Agar qiziqadigan do'stlar bo'lsa, shu filmlarni ko'rib baxsanglar bo'ldi. Endi esinglarda bormi, men so'zlagan bu Huang Yanqiu vaqasi 5-chi xil uchirish hadisi kirdi shunaqo. Andikin Ming Zhaoguo vaqasi 7-chi xil uchirish hadisi kirdi. Endi bugun so'zlamoqchi bo'lgan bu Bil Mir vaqasi faqat 3-chi xil uchirish hadisi kirdi. Lekin bu gerçi 3-chi xil uchirish hadisi kirgan bilan, biroq bu vaqa Huang Yanqiu bilan Ming Zhaoguodan bekrak tangliq. Chunki bu vaqada moddiy isbot intayin to'liq. Esinglar bormi, bu Huang Yanqiu yoki Ming Zhaoguo vaqasining hammasi faqat bularning og'zaki degan gapi bor, shu yoki qo'lim qo'shillarning mushtar ko'rgan bilgan shunday gaplar bor. Lekin men Bil Mir vaqasida qaranglar, 900 dan ortiq rasm, 10 nechadan ortiq mushtar film, videolar bor. Undan boshqa moddiy isbot. Intayin to'liq, intayin dangliq bu vaqa shu. Endi bu Bil Mir vaqasi gerçi shunda dangliq bo'lsin, lekin nurg'un yilning yoqib bu vaqa to'g'risidagi g'ulg'ullar to'xtab baxmoqchi. Nimishqa desanglar, masalan, sizlar to'g'rilarda ko'rsizlar, masalan, u uchar taqsdaymiz, tashqi plant odami, yo'q odam deymiz, yoki sahib jamoal odam biliq deymiz. Mushtalarning to'g'rilarda do'yinlarda aqtasanglar, shunda jiqta shippinglar bor. Lekin har birisini olsanglar, yiliq shippinglar bir-biridan g'uva, bir-biridan qorong'u, uning ichidagi ya sahib jamoal odam biliq ya nimligini aniq ko'gil olmaydigan shunda shippinglar bor hammasi. Shunda nurg'un turdashlar ostidagi pingvinchida tuzoq qilib qo'ydi. Mushta vaqt kelgan chog'da bu telefonlarning shansusi ishlamay qoldi. Boshqa shpinglarni shunda aniq tatidi. Mushta narsani tatgan kelgandilar, andikin bu shansular najarlashib ketdi deb tuzoq qilib qo'ymiz bu. Endi odatda sizlarning oldinglarga intayin aniq bo'lgan bir uchar taqsining rasmini egasizlar. Hozir biz qo'pib va meni eyaydi qilgango cho'qim. Deblam o'ylaymiz shundaqo. Hargiz bu ajab aniqga bu deb hayron qolmaymiz shundaqo. Endi bu Bil Mir degan bola bu tatgan rasmlarning hammasi bir-biridan yo'riq, bir-biridan aniq kelganlar. Shunga mush nurg'un odamlar buni tasha mushunaq bilan mushunaq qilgan deb o'ylaydi. Lekin qaranglar, bu Bil Mir degan odam 1937-yili tug'ilgan ekan. Buni tatgan rasmlarning hammasi mush 70-yillardan boshlab tatgan ekan-da. Lekin u vaqtlarda unda tashavlar yo'q. O'ylab beqinglar, 1970-yillardagi kinolarni ko'rsanglarmi, hozir nima deymiz, kinolardagi u vaqtdagi kinolarning tashavlari ilg'amak 5 mo'ljallik tashav ekan, ma deymiz, shunda holatlar o'ylab beqinglar. Undan boshqa tashqi plant odamlari bu balga birikkan metal beribdi, Chingшу. Chunki bu metal nima qilgan metalga desanglar, shu olam uchar kemisini yasaydigan bir metal ekanda. Bu metalni ham insonlarning hozirgi fan texnikasi bo'yicha yasab chiqarolmaydi ekan, unda hijin qilolmaydi ekan. Lekin shundaqdimi nurg'un odam yana buni yolg'on deb ishonmayganda, ilqi rasmlar isbotlar nachar bo'lsa-mu, bu yolg'on deb ishonmaydi ekan. Alki mana o'xshash rasmlar shunday isbotlarni to'liq bo'lsa-mu, yana yolg'on deb ishonmaydi ekan. Endi ishning bosh oyog'ini tafsiliy so'zlab beray. Bu Bil Mir degan bola 1937-yil tug'ilgan Shveysariyalikka. Bu yil 88 yosh kiribdi nihoyatga. Endi bularning uyi bu Shveysariyaning Syurix degan shaharning cheti deganda. Bu Syurix degan shahar hanzuchida Sulishi deydigan. Bu shu butun Shveysariya bo'yicha eng cho'ng shahar ekanda, hamda shu Shveysariyaning xuddi mana New Yorkga o'xshash. Bu Syurix degan shahar bu Shveysariyaning bir eng taraqqiy qilgan pul muomala markazi ekanda. Eng dangliqligi Rishi Yinhang deb kinolarda o'nglaysizlar, Shveysariya banki deb butun guruhning lodalari mening pulim Shveysariya bankida u deydi. Naq shu banka, shu Syurix shahridagi, shu Zungbuschu bankining. Endi bu odamning uydagilarning banki bilan hech qanday aloqasi yo'q, o'zim deb qo'ydim. Bu odamning dadasi bir mozdozganda oyoq yemaydigan shunday qilgan, oyoq tikadigan shunday. Lekin bu o'zi bir yilgina cho'ng yuk mashina haydaydigan, sho'pir asli, keyin shu yosh mezgilda bir mashina qasiga uchrab, bir-biriga bir xil uzilib ketibdi. Shu bilan keyin u sho'pirlikni qilolmay boyan bo'libdi. Lekin bular uyda 5 jambaki ayoli, lekin 3 bolasi. Bu bola o'zini qanday ketsanglar, boshlang'ich saviyadaganda, boshlang'ichni bitaganga o'ylab baxsanglar, tashqi plant odamga uchirganlarning hammasi unjalabek o'qimishli odamlarga uchirmaydi. O'ylab baxsanglar, Ming Zhaoguomi shu, Huang Yanqiu shu, hammasi bir ulashga dehongo, tuzak o'qimgan mobalmi shu boshlang'ichni bitaganga.
Lekin bu balning keyingi mana bu qirg'in mezgildagi shippinglari u bular qarsanlarcha bir boshlang'ich tutaga odamdek qilmaydi. Endi keyinchi uchrashgan odamlar bek o'qimishli odamlarmi yo qanday bo'ldi gap qilishlari bir xil shundaq yo'ya oldirmay ig'ir besliqlik bilan bir xil o'qigan odamdek ashunda ganjoni berdi. Endi bu odamning tashqi plan odam bilan qanday uchrashganini so'zlash uchun bu balning 5 yosh vaqtidan tortib so'zlash to'g'ri keldi. 1942 yil 6 oyning 2 kuni bu bola o'zining dadasi bilan uyining orqa hovlisida o'ynayotgan chog'da tuyuqsizlam o'ngda yedan bir yo'g'on kumush ranglik shu oftobning nurida shunda paqirab ketgan bir uchar taxsining Şuplan bulanın uyunun üstüden ötketkenini ko'rib qolganda, shundan bu vaqtda bu bal dadisi ikkinchi ko'ribdi bu narsani. Bu bal endi 5 yoshga kirgandan keyin ilk narsani ko'rib qo'rqmay, aksicha, "U animo dada, animo" deb shunda hayajonlanib, shunda xush bo'lib ketdi bu bal. Shu kundan tortib bu balning qallasida bir ovoz paydo bo'ldi. Keyin bilsa, bu bir yashangan qayri tashqi plan odami bu bal bilan izchil shu on orqali parangish etibdi. Taki shu 1942 yildan tortib 1953 yilgacha 11 yil paranglashibdi bu odamchi bu bal bilan. Shu bilan 1953 yilga kelgancha bu 16 yoshga kirgan chog'da bu ovoz uzilib qolmabdi, odam olmishibdi. Bir tashqi plan ayol odamining ovozi o'zgaribdi. Bu ayol yana buning bilan yana 11 yil paranglashibdi. Paranglashgandan keyin 11 yildan keyin bir xil to'xtabdi. Endi bu tashqi plan odamlari bu balga nim debdi desanglar, boshda bu balmu bu nim deyotganini bilmaydiganchu. Endi og'zidan chiqayotgan gapni tushundigan, lekin deyotgan narsa bek murakkab, bek chunqur bo'lganlikdan bu bal bilmaydi. Xuddi masalan matematika savoliga o'xshash, og'zidan chiqayotgan uyg'urcha gapni bilamiz, lekin bu matematika savoli ishlamaymiz. Shunga o'xshash, chunqur bir yerni bilmaydiganda bu bal. Shundan keyin bu bal tushungandan keyin buni nim deyotganligini, ondan keyin aslida bunda chunqur shundaq bilimlarni menga deb o'tganda deb o'ylaydigan. Shunday qilib bu bal 5 yoshidan 27 yoshgacha, ya'ni 1942 yildan 1964 yilgacha ikki tashqi plan odam bilan oldigan 22 yil paranglashdi. Ikkinchi tashqi plan odam bilan paranglishi oxirlashib keyingi yilsi, ya'ni 1965 yili 8 oyning 3 kuni Turkiyada shu mashina vaqasiga uchrab, so'l bilgidan bir xilab ayrilib qolgan. Shunda qilib 4 oy o'tib bir Rojdestvo bayramida bu bal o'zining birinchi ayol bilan tanishdi ekan. Shuni tanishib 2 oy o'tgandan keyin bular 1966 yilda to'y qilgan. Shu bilan 1967 yili 9 oyning 9 kuni bularning birinchi qizi dunyoga ko'z ochgan. Shunda qilib keyin 1970 yili 1973 yili olgan bo'lib ular ikki o'g'il tug'di. Toki so'zlab mishak kelgan qadar bu bal texnik tashqi plan odamlar uchrashib baxmadi ya. Faqat 5 yosh vaqtda bir uchar taxsini ko'rdi, ondan keyin 22 yil on orqali paranglashdi. Bu balning birinchi qitim tashqi plan odamlar uchrashgan vaqti 1975 yilga, ya'ni bu balning 3-balasi tug'ilib 2 yildan keyin. Bu vaqtda bu bal allaqachon 38 yoshga bo'lgan vaqtganda hamda shu tashqi plan odam bilan on orqali paranglishi uzilib qolgani 10 yil bo'lgan vaqtga. Shunda qilib 1975 yili 1-oyning 28 kuni tushdan soat 1:20 bo'lgan chog'da bu balning qalbida tuyuqsiz shu tashqi plan odamning ovoz paydo bo'lganda, bu bal nima deydi desanglar, sen oyadagi ilqi dongdagi chimliqqa bog'an cho'plikka deyganda bu bal u yana narligini bilganda, shu zamon bu motosini haydab bordiga, bu bal bir qo'l yo'q dedim-ku, bir qo'llab haydab bordiganda, shu uyga borgandan keyin shay berib to'xtab turishiga, onda yadan yo'g'on bir kumush ranglik uchar taxsa uchib kelib ham bu balning qallasida ikki cho'gilib etib, onda yeg berib yeyga qo'ndigi. Uchar taxsining bu bal bilan bu oraliqi 150 metr atrofida kelganda, shu bu bal degan shunda jiddiylashib ham hayajonlanib ham qo'rqib ketadigan. Chunki bu bal endi kichik vaqtida vaqtida ko'rgan bilan so'z esida qoldi u uchar taxsi. Endi bu cho'ng bo'lib tunji ketdim, shunda iniq, shunda yaqin oraliqda uchar taxsini ko'rishganda, shu bu bal ichida qo'rqib boraymi, bormaymi deb bir xil jiddiylashadiganchu, shu bilan ko'ngli shunda tirkishib, oxiri g'ayratga kelib uchar taxsiga qarab mangdiga. Endi bu vaqtda dal tushdan keyin soat 2 dan 34 minut o'tgan vaqtganda, endi nimachalar aniq esida bor desanglar mumkin. Endi keyinni so'zlab bersam his qilsizlar, bu odam shundoq xotirlashga amroq bir odam ekanda, keyinda topgan shu suratlar deymiz, filmlari hammasi shu vaqt soati bilan shunda aniq, shunda astoydil xotirlaganga. Shunga ma vaqtni shunda esida qoldi. Shunga shu vaqtda bu bal shu soatga qarab mangangancha, shuna qilib bu bal mengib shu uchar taxsining yiniga kelgan chog'da, tuyuqsiz uchar taxsining ichidan bir ayol tushdi. Qarmoqqa shu haqiqiy insonlarga o'xshash bir ayolga. Oltin rangli uzun chechib aka. Ondan keyin qarmaqam shu 20 yoshlar atrofida ekanda, lekin keyin bu bal bilsa, bu ayolning yishining shu yer sharidagi insonlarning yishiga sundasa 350 yoshlar atrofiga kiribdi. Endi bularda unda uzun umr ko'radigan unda ish yo'q ekan, lekin bularning planidagi vaqt yer shariga qaraganda osta o'tadigancha. Shunga bularning planidagi 7 oy yer sharidagi 10 yillar to'g'ri kelgan. Shundan bu ayol tashqi planda odamining hamma yer insonlar bilan o'xshashganda, faqat bir yeri o'xshamaydi. Nega desanglar, qulug'i. Ularning qulug'ining quloq yumshuq yo'q ekanlar, lekin qulug'i so'zli miya kelgan qulug'i, munchalik uzunki. Boshqa hammalari odatdagi insonga o'xshashganda, shundan bu ayol tashqi plan odami uchar taxsidan tushgandan keyin chaqalam bu belg'i deyganda, uchar taxsiga yaqin kelmay, uchar taxsining atrofida bir ko'rinmas, unda qo'ltinish pardasi va yorilsa deyganda, insonlar bormi, ya'ni Mingdogo vaqasida, ya'ni jiyan kuyovli bilan bu Mingdogo ishkisi uchar taxsining yini keslam bir
ko'rinmas bir parda to'p depgandek bularni mushtaq uriblam yerga yetkazib debdi. Naq ashta narsa bor deydi. Shuna qilib o'shkaylan bu ko'rinmas pardaning bir ichida bir tishdi pransil ekan. Bu ayol tashqi plan odamning deyishicha o'zining ismi Samyazga. Bu bala yilqi 11 yil paranglashgan u ayol tashqi plan odami emas ekan. Uning ismi Askatga. Bu ayolning deyishicha bular yer sharidan 530 nur yili jiroqlikdagi bir paravan yulduzlar turkumidan kelibdi. Bularning plantning ismi Iraka. Lekin keyin bilsa, endi bular davatgan bu paravan yulduzlar turkumi, u biz biladigan, insonlar biladigan o paravan yulduzlar turkumi emas ekanda, bular boshqa bir Veyduda turdi. Endi Veyduni Uyg'urcha nima deb tarjima qilishni faqat bilmadim. Uyg'urcha tarjimasini nimki bildiganlar bo'lsa pingmoch yozib bo'lma. Shu an bir Veyduda bo'lmagandan keyin biz biladigan bu osmonda bularning bu yulduzlar turkumi, bularning bu planeti ko'rinmaydi degan gapda. Bu ayol tashqi plan odamining deyishicha, bularning planetidan yer shariga kelish uchun faqat 7 soat ham ketganda, biroq uchish jarayoniga vaqt ketmaydi. Bu nima degani desanglar, bularning olam kemisini mushta jasu qilib, suratini tezlatib tayyorlik oldiga keltirish uchun 3,5 soat ketganda, ondan vungni qiplam 0 sekundda yana bir bo'ldi ki, ondan keyin bu olam kemisini yana jensu qilib suratini ostiltib, bundaq normal suratga egagicha yana 3,5 soat ketgan. Jami 7,5 soat ketganda, biroq uchish jarayoniga vaqt ketmaydi. Shunda qilib mush ko'rishdan keyin 1975 yildan toki 1980 yilgacha mush 5 yil jarayonida bu bal bu ayol tashqi plan odam bilan 120 qitim ko'rishibdi. Bu balning qo'liga 9 necha parcha rasm, ondan keyin 10 necha filmlarning hammasini mush 5 yil jarayonida tatib ekan. Butun mushu to'r qarab baqsam, mushu bala birdan-bir mushu tashqi plan odam bilan ko'rishib, tashqi plan odamni mushu rasmga tortishga, film tortishga ma'qul bo'lgan bo'lar ekan. Shu bu balning tatqa rasmlari, shipinglari bir-biridan aniq bir-biridan ochiqqanda, bu bal tashqi plan odam bilan ko'rishgan chaqlam so'rayotgan-ku, men seni rasm tatolsam bo'lamdi deb. Shunda bu tashqi plan odami bo'ldi. Biroq odatga ahvolda sen tatamaysan, chunki insonlar bizni ko'rmaydi deganda, shunda bu bal qo'yib, "Emsa bunda ochiqchilik men yerda men bilan ko'rishsam, boshqa ko'rqas qanday qilsa" desa, mening bilimda bir kaygon bor. Shu 500 metr oraliqdagi butun shu jonliqlarni his qila oladi. Shu agar birsi shu 500 metr oraliqqa kirdimi, tet qilib sayraydi. Shunda men mana shu kaygonni itvassam, butun minimum andagi uchar taqsimni hech qaysini ko'rmaysizlar deydi. Endi bu bal tatgan rasmlarni ko'ramiz. Ma rasmni qaranglar. Ma rasmda yaxshi qarasanglar 3 tal uchar taqsi bor. Bu xil ahvol pek oz uchraydi. Odatda to'g'rilab qarasanglar, bunda uchar taqsining rasmini tatib oldik degan mushta rasmlarmi? Bir tal uchar taqsining rasmi bor, ma'noda 3 tal bor ekan. Bu rasmni bu bal 1976 yil 3-oyning 29-kuni tushdan burun soat 9:20 da atrofida tatibdi. Oldidagi kun keshligi, ya'ni 3-oyning 28-kuni keshligi bu tashqi plan odamlari bu balga ang orqali biz ets palanchi vaqtda palanchi yerga boramiz deb xabar yetkazibdi. Shundan bu bal ets boldir berib, yoki apparatning 3 putliq sanjojas va shuning bilan apparatni tiklab asha tayyor bo'lib turibdi. Birdan deganlar, yilqi 3 uchar taqsi tangli kelibdi. Yana shu kuni tushdan keyin soat 4dan 50 o'tgan chaqda bu 3 uchar taqsi yana boshqa bir yerda paydo bo'ldi. Bu balgam oldinda qo'yibki, bu bal yana tatib olibdi. Ana tashqi plan odamlarning bu balga tapircha bu 3 uchar taqsining oldidagi ma uchar taqsida tashqi plan odam bo'lganda, keyindagi ikkisi kunga odam yo'qkan, alqi jiroqdan yo'qon orqali boshqurtganda, bu keyindagi ikki uchar taqsining vazifasi bo'lsa, shu atrofdagi muhitni kuzatadigan. Endi shu kun tushdan keyin tatib olgan shu uchar taqsining qaranglar, rasmdan boshqa yana shipping simbaga, mashping qaranglar. Rasmda his qildinglarmi mani? Chunki va 3 tal uchar taqsi midirmay jimmidan turdi joyida. Shunga ma bir rasmda ko'rindi deganda. Lekin yaxshi qarsanglar, bu bir shipping. Qaranglar, burunqi kon kinolarning bunda sizoq-sizoq bo'lib chiqdi-ku. Ma bir tatayotgan shipping. Bu bal tatgan shu barliq uchar taqsining rasmlarining hammasini bu uchar taqsi ashunga o'xshash ushmay jimmidan turgan vaqt tatib turdilar. Shu buning balning rasmlari shunda aniqga. Agarda bu ushayotgan vaqt tatsa, uning surati bek tez bo'lgandan keyin o'yliq rasmlari sizilib aniq chiqmaydi ekan-ku. Lekin ma uchar taqsining shippingsini yaqin egilib yaxshi qarab beqinglar. Qarsanglar jim turgandek ko'ringan bilan, lekin ozroq oldgani osti-ustiga ozroq midravat his qildinglarmi? Andiki ma rasm qarsanglar, qarmaqa bir uchar taqsi daraxtning uchib ketganda ko'rindi. Amaliyotda mush uchar taqsi daraxtning mushta to'xtaqlikka havodachu, jimmidan mushundaq. Shu yerda tatib bu bal. Andiki ma rasm qarsanglarmi? Bu uchar taqsi daraxtning to'xtaqlikka edinglar, jimmidan. Qaranglar ma rasmning aniqlik darajasini shunda ochiq shunda aniq-a. Ma'u daraxtning egizligi 15 metr atrofida kelgan. Undan keyin shuni qarab hisoblasam, bu uchar taqsining diametri 6-7 metr atrofida kelgan. Unchalarmi cho'ng emas-a, lekin odatdagi mashindan xil cho'ngga. Undan keyin ma rasm qaranglar. Qarsanglar ayda bir uchar taqsi bor. Keyinda bir kichik chekib turdi. Nim do'stlarcha. Bu uchar taqsi emasga keyindagi, balki shu Shveysariyaning harbiy armiyaning hujumchi aeroplaniga. Bu hujumchi aeroplan bu uchar taqsini boyqab qilib, to'lmish aeroplan haydab kasb bo'ldi. Bu bal bu yerda toz uchar taqsini tatib etgan rasmga, shu qarshi bir aeroplan kelayotgan, shu ikkisini tanglab rasm tatib olibdi. Ondan keyin bu yerda nima ish bo'ldi deb yaqinlar. Haqcha namasi uchar taqsi shu yerdan g'oyib bo'ldi, yo'q ketibdi, qech ketdi deb o'ylasanglar mumkin. Unda bo'lmabdi. Bu hujumchi aeroplan uddul bu uchar taqsini yana uchib kelmamdi. Yeniga yaqinlashgan ekan bu uchar taqsi vung qilib, onda bir 100 metr yerga berib, yana havoda ishlab turib olibdi-da. Shunda tez suratda shu yiqqandekchu. Shunda bu hujumchi aeroplan diyotto qilib, andiki yana ashuna yana yiqilishig'lam, u yana vung qilib matrab beryapti. O'shunda qilib, yilqindan shu yiqilibchu 20 necha qitam ashunda qilib, oxirida nima bo'pti desanglar, bu hujumchi aeroplanning meyitiga ketib qoldi. Boshdan oxiri bu uchar taqsi bir qich ketishni o'ylab baxmabdi-da.
Lekin bu ishni keyin bu balni ziyorat qilib, u qanchalik so'zlab berganda, shu Shveysariya armiya tarafchi e'tirof qilmay turibdi. Bunday ish yuz bermagan deb. Undan keyin Maryasimni 1975-yil 8-oyning 3-kuni tushki soat 5dan 40 o'tgan vaqtlarda bu bal bir tomning ustiga chiqib olib tatqa rasm ekan. Qarasanglar bu rasmni shunda iniqa. Endi Mashpin qarasanglar, bu Shpinni 1975-yil 3-oyning 18-kuni tushki soat 5dan 30 o'tgancha tatib kelganlar. Mashpin qarasanglar, ayda bir uchar taksi uchib yotdi. Unga ostida bir cho'q chiqib chiqqan bir narsa, u bir daraxtga danglar. To'xtamay bu uchar taksi daraxtni cho'gilib piqirayotgan, uchayotgan. Shu nurg'ada bu Shpin ko'rib gumonliganda bu bek yog'anka deb. Bu ularning demoqchi o'g'ni, bu daraxt jiroq yerdagi bir daraxt. Undan keyin bu bir odam qo'liga o'yinchoqdek mushta bir narsaga jip bog'lab, undan ekranning yinda mushta piqirtayotgan gap. Oshunda so'jga chiqarmoqchi deydigan deb. Lekin keyin boshqalar bu Shpin yaxshi ko'sa qaranglar. Ba'zi yerlarga kelgan chog'da bu uchar taksi mush daraxtning keyniga o'tgan yerlar bo'lgan-ku, mushta piqirab. Demak, bu daraxt mush uchar taksining ma'lum bir qismlarini to'sib ayirib olgan. Shunga haqiqatan bu narsa shu daraxtni cho'gilib piqirayotgan. Endi bu daraxt shu yerdagi xeyli bir cho'ng daraxt ekanda, undan bu uchar taksi oshning tepsi cho'glaydi. Shu necha minut cho'gilgan ekanlar. Bu daraxt tuyuqsizlar hamyeri qurib, qoqchaldek bo'qaldi ekanda. Bu uchar taksi oshni oshda qiltadiga qaranglar. Qarasanglar daraxtning endi bir uy bor shunda qo'y. Bu uydagilarning mush daraxt ekanda bu. Keyin qarasa bu daraxt mushta qurib ketgan, hozir bu daraxt yo'q ekan, qumib yotibdi. Shu endi lekin bu balmu bu uchar taksini nima bunday qildig'ini bilmaydi ekanda, balkim bu balga bir bizning mushta bir iqtidorimiz bor, mushta nonlarimiz bor deb ko'rsatib qo'ymoqchimi, bu balni bilmaydi ekan. Endi bu bala bu uchar taksini mayli mush uchayotgan vaqti bo'lsin yoki qanday havoda jim turgan vaqti bo'lsin, oshda jimlam turdi, midirmaydi deb o'ylab turgan. Lekin bu bal o'zi tatqanmi shu nurg'un shpinlarni qayt ko'rish orqali bu uchar taksini mush o'z o'qida, mush tez suratda mushta o'ylanganligini his qilibdi-ku, o'sha o'z turgan yerda joyida turib. Shu bilan bu bal endi masalan aeroplan bo'lsa, o'sha aeroplan to'xtamay aylansa ichidagi odam degan nima sarang bo'lib qolar. Shu bilan bu bal tashqi odamdan so'rayotganda, sizlar ichidagi tashqi odamlar hech nima bo'lmasa, bunda tez suratda aylansa desa, shu bilan tushuntirganda, biz ig'irlik bilan inersiya, ya'ni quvonchni kontrol qila olamiz. Bu uchar taksi intayin tez surat bilan aylansa-mu, bizlarga ta'sir qilmaydi deydi. Endi Mashpin ko'rsanglar, buni 1975-yil 6-oyda tatib turdilar. Bu bal endi bu Shpin yog'in emas, men tatgan degan isbotlash uchun shu jihozning shay tiklab qo'yib, o'zi bu Shpinning ichiga kiribdi. O'zi bilan tang uchar taksini bil tatib qaranglar. Qarasanglar, ana men olib kirdi, bu tashqaridan bunga boldirlar, biz balancha vaqtda chiqamiz deb ashta deb deganjo, xutur chiqib degan. Shu bu bal ayada berib o'tirib, jingtoni to'sib olmay, apparatni oldin to'sib olmay deb o'tag'al yerlarga oldi. Shunda ayada ana uchar taksi deb ko'rsatib osmondagini. Endi bu bal nurg'un yildan yoqim tashqi odam bilan shunda aloqa qilib kelgandan keyin bu uchar taksiga nisbatan bu balda hech qanday qo'rqinish degan narsa bo'lmaydi ekanda. Endi bu baldan birinchi qatam men Samyaz degan ayol tashqi odam uchrashdi. Shundan tortib biz jil mush ikkisi aloqa qilib ketdi. Mushu Samyaz degan ayol tashqi odami mushu balga mas'ul ekan, mushu bilan aloqa qilgan. Boshqa tashqi odamlar boshqa odamlar bilan aloqa qilgan mas'ul ekanda. Keyin bilsa bu bal shu yer sharda yana bu baldan boshqa ikki tashqi odami mas'ul bo'lgan ikki odam bo'lgan-ku. Lekin bular shunda yosh vaqtidan o'lib ketibdi. Voqeaga uchrab. O'ylab qarasanglar, mobilni yosh vaqtida voqeaga uchragan, lekin bu bal o'lmay bir qo'l uzilib ketgan. Shunda o'xshaydi ekan, bir o'rtoqlik bor qilib. Endi keyin bu bala yana shu Samyaz bilan paranglashar orqali nimani bilgan desanglar, shu yer sharda bu tashqi odamdan boshqa yana boshqa tashqi odamlar bor ekanlar. Shu bu ikki xil tashqi odamlar orasida ziddiyat bor ekanda. Shundan bu bala paranglashgan bu tashqi odamlar shu yer shardan o'zi aloqa qilgan bir necha shu mobilga o'xshash odamlarni tanlab aloqa qilsa, ziddiyat bor tashqi odami kelib bu odamlarni ansha qilib o'ldiradi degan. Shunga bular osonlikcha bu yer shartga odamlar bilan pek unda aloqa qilib ketmayotganda, pekcha aloqa qilmaydi, chunki bu yer shartga insonlarga baxtsizlik, shunday o'lim ib kelamiz deb o'ylaydi. Shunday qilib bu balni tatgan nurg'un shpinlardan yana nurg'un turdashlar gumonli ekanda. Bu balni uzun shpin tatmadi ham, shpinlarimiz qisqa ekan-ku deyotganda. Endi bu balni deyishcha, bu balni ayni vaqtda shiyinchisi, kuna shiyinchi ekan, qo'l bilan bunda qildigan. Qarsimi uning javob endi bir narsa yo'q, dibandamda oshning ustidami, shu burungi kinolar ishiltirgan yilqindek chekim dog' bir nimalar bor ekan, shu kunaga u shiyinchida shu unda uzoq tatqilib bo'lmayganda, qisqa tab olaydi ekan. Andiki bu balning shpin tatgan shiyinchisining yilqindek ovoz qilish iqtidori yo'q ekan, faqat suratga tab olaydi. Shu bu balni tatgan nurg'un shpinlarda ovozsiz ekan. Chunki keyin bu bal shuning ovozini tatmayman deb, qo'shniga pel qilib bo'lgan bir luyinjidek narsa olib uchun maxsus shu uchar taksining ovozini tatgan. Keyin deb mayil anlatib qo'yman. Endi Mashpin qaranglar, buni 1975-yil 7-oyda tatib turdilar. Bu shpinda bir uchar taksi bir yo'lning ustidagi bir osmonda to'xtab turgan. Qarasanglar, ostida bir yo'l bor, bir mashina menib ketib ko'ringlarmi? Demak, bu uchar taksi bu odatdagi mashinadan xeyli ushasizchilik chiqadigan qilib turdi qarsak. Endi mushunga o'xshash rasmlarni, filmlarni bu bol behchiq tatibdi, qaranglar. Rasm majib jodihlam turdi ekan, qarmaqa. Ondan keyin shu maxsus uchar taksini tadqiq qildiganlar, bu balning tatgan butun rasmlari, shpinlarni shu yig'ib ratlab qilish orqali bu bal tatgan shu uchar takslarning 6 cho'ng turga bo'linganligini bildigani. Qarab baxsanglar,
Mana bu shippinglarda, mana bu rasmlarda ham uchar taxslar bir-birisiga o'xshamaydi. Xuddi endi ular vaqtning o'tishiga ergashib, ularni taraqqiy qilayotganga o'xshash. Birinchi qatam haydab kelgan bilan keyingi qatam haydab kelgani asta-asta uzoq taraqqiy qilgandek bir xil o'zgarish bo'lgani o'xshamaydi. Qarasanglar, mana bu oltin rangligi mana 1980-yillarda tatqaniga. Eng oxirida raq tatqanlari degan gapda eng yengillari. Birinchisi bundaga qaranglar, ustida hech narsa yo'q, cho'qqisda. Ondan keyin haydab kelganlarning ustida tensionga o'xshash bir narsa bor. Ba'zilarining bor, ba'zilarining yo'q, o'xshamaydi. Ondan uchinchi xili bo'lsa, ustida do'mboq bir yer bor. Xuddi ashyadan bunda beshin tiqib, talonni ko'gil bo'lgandek bir yerga qarasanglar. Ondan to'rtinchi xil qarasanglar, bunda bir yoplaq tugilak bir narsa bor. Nima ishlatadiganini bilgil olmaydi. Beshinchi xil qarasanglar, kichikkina bir nima bor qalisda. Unda uzun tension emasga. Oltinchi xili bo'lsa, o'sha 80-yillardagi tatqan, bunda ustida butun sharak-sharak narsalar bor. Mushtaqga. Ondan ba'zi uchar taxslar cho'ngga, ba'zilari kichikka. Ondan hatto uydagilar bilan birga uchar taxs bilan tushgan rasm borga qarang. Bu yerdikchu, mo boshqa fuqarolar deymiz, qo'lim qo'shonlar deymiz, bularni uydagilar deymiz, hammamiz ko'ribdi bu uchar taxsni, lekin rasmga totalaydigani faqat mushiballik. Faqat mushibalg'alam rasmga tatishga unidiki. Nimishqa desanglar qaranglar, boshqalarmi menni tatmay deb sinab yiqib dedinglar, lekin bularning tatgan rasmini dal bizaylik to'rlarda ko'rdigan, qat'iy iniq bo'lmagan ya qorong'u ya va ashunday rasmlarga bular iniq tatamaydi ekan. U odamlar ko'z bilan ko'ra oladi, biroq rasm tataydi iniq tatamaydi. Shunday qilib bu Belmiyerning bu rasmlari butun Shveysariya degan tanqi chiqib ketibdi. Hamma odam degan bu qanday narsa deb deb. Chunki bu balda iniq rasmlar borda bu gazetlarga besib nurg'a odam bu ziyorat qilib ashaq ketibdi. Butun Shveysariya bo'yicha eng dangliq odam o'ynab ketibdi ayni vaqtda. Shunday qilib Shveysariyaning har yerlari hamda shu atrofdagi davlatlardagi mush qiziqadigan nurg'un odam bu balning uyiga voy biz sen bilan birga uchar taxs ko'sak bo'ladi deb kelib olganda nurg'a odam yig'ilib ketgan. Shundan bu bal tuyuqsizlam shunda qo'q qoldi ekanda bu nurg'a odam bu yerga kelib kelsa deb endi boshqalar rasmga tatib tatanmagan ekan ham bu tashqi plant odami faqat bu bal bilan ko'rishib paranglashgan ekan. Shu bu bal endi xiyolda bu tashqi plant odamlari cho'qim boshqalarning bundacha odamlarning o'zini ko'rgizgisi yo'q deb o'ylaydiganchu. Shu endi tashqi plant odamlar bu balga undacha odam egasan bo'ldi deb unda gap qilib baxmabdi. Shuning bilan bu Belmiyer sal qo'rqib voy ketinglar bo'ldi, voy ko'sanglar bo'lmaydi, sizlar ketinglar deb taloq ishtirganchu bu odamlarni. Lekin bu odamlarning hammasi voy bizni ko'radi, sen bilan qachon berib ko'rsa deb belgilarning bu balning eshigini oldi yetib oldi ekan. Ketmay kun qachon eshikni eshik oldida saqlab turgan. Shu ba'zilari hatto bu bal uxlab qolgan chog'da yarim kechada kirib bu balning tatgan rasmlarini o'g'irlaydigan qaranglar. Endi bu chataxlarning oldida deb o'tgandek osmonda joyda jimmidan turadigan iqtidordan boshqa yana tuyuqsiz shu yiqilmaydigan iqtidor bor ekan. Endi bu shu nima desam bo'ldi desanglar, shu bir daqiqa ichida bir yerdan yon bir yerga shu yurkilaydigan shunday iqtidor bor ekan. Bu balni bu shu yiqilgan ya'ni bir necha qatam tatib turib penga. Mash pen qaranglar, qarsanglar va uchar taxsa ustida miyat turdi. Ustida kimga qaranglar. Ashadimda laylab turibdi-da, tuyuqsizlam qaranglar mer paydo bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Ustidan tuyuqsizlam mer paydo bo'ldi. Bu ekran lap bir qilib yo'rdik ko'rdinglarmi? Diqqat qilinglar, yana bir qatam ko'rib qo'yinglar. Qaranglar. Ko'rdinglarmi? Ekran lap bir qilib yo'rib qoldi. Nurg'a odam mushni ko'rib, bu shpingni cho'qim kaskanka, jenji qilgan shpingka bu deb o'ylabda, lap bir qilib ko'rib, kaskan yeri chinib qoldi deb deydi. Shu lekin keyin nurg'a shu shpinglarni tadqiq qilgan, mush tekshiradigan odamlar ko'rish orqali bu shpingni kesinganligini isbotlab chiqib ketganda, haqiqatan shu suratga tatgan vaqtda oshiyadagi bir narsa intayin kuchli bir nurni tuyuqsiz chiqadi deydi. Endi keyin bu Belmiyerning deyishicha, mush har qatam uchar taqsa, mushlar shu yutilgan chig'da bu balning butun betni tuyuqsizlik to'siq qo'yotgandek zing qilib qolgan-ku. Har qatam o'shandagan joy bo'ldi. Keyin bu bal tatgan shu barliq shippinglar deymiz, rasmlar deymiz, hammasini Amerikaga olib maxsus mushtiyatga shu jonjalar tekshirayotgan-ku, rasmiy yog'ami deb. Bu jonjalarning hammasi maxsus mushni, shunday uchar tax deymiz, noma'lum uchar jism deymiz, noma'lum yo'riqliq deymiz, ashunday narsalarni tekshiraydigan jonjalarga ju 20 necha odam. Bular shu davlatimizda to'g'riga chiqib qolsalar bo'ldi. Fong'on chongning ustida noma'lum yo'riqliqlar paydo bo'lgan deb bir umum bir voqea, noma'lum uchar jism. Shu oshlarga qatnashgan jonjalarga bu. Endi bu Belmiyerning tatgan bu shipping rasmlariga shunda iniq bo'lsa, lekin nurg'a odam, nimish buni cho'qim rost deb o'ylaydi desanglar qaranglar. Endi bu balning tatgan rasmlarning hammasi hozirgi bu obaratga o'xshamaydi danglar. Hozirgi bizning shu mashanji deymiz-ku. Masalan, bu rasmni tatdingizmi? Men rasmni tushib qolmay, jutel deb u vinjani kompyuterning ichiga bir narsa juvasangiz bo'ldi. Lekin burun apparatni ishlatib qolganlar bormi, uning ichida jov-jor deb bir narsa ayrim olmazlik diban deb qo'yamdik biz nima deymiz. Men kichik vaqtimda bir ishlatib qolgan kichiklardan nombatdi. O'sha jov-jorni ishlatsiz, masalan, bir parcha rasmni tatdingizmi? O'sha bir tal jov-jor sarf bo'lib mangda unga. Men rasmni setga deb uni juvatga bo'lmaydi, u jov-jorga chiqib bo'ldi u. Mayli set tating, mayli chiroyli tating, o'sha bir taldan men isrof bo'lib mangdi-chu narsa. Shu bilan bu jonjalar maxsus jov-jorsini tekshirayotgan. Shunda qilib bu jonjalar har xil usullar orqali masalan, ximiyalik tekshirish deymiz, undan boshqa fizikalik tekshirish deymiz. Butun rasmlarning shunday polgonlisi, ya'ni nur o'tkazuvchilik ham bir narsani shunda astoydillik bilan tekshirayotganda, ular shu bilan masalan, bir vaqtda o'xshash vaqtda topgan rasmlarning hammasining shu nur o'tkazuvchilik, ya'ni polgonlisini o'xshashga deb jazmlashtirganda, chunki bularning nima demoqchi bo'lganini bilsanglar, masalan, bu rasmning manzara rasmini bir tatib boshda, ankin yog'lardan uchar tasning rasmini ekilib, bu ikki rasmni bundaq juplab, shunday qilib yasab chiqdimi deb shunday
gumonlansa, lekin unda qilmabdi, chunki bu bir parcha rasmning hamma yerining o'sha nur o'tkazuvchanligi o'pma o'xshashgan. Endi ximiyalik usul orqali butun javjarlarni tekshirayotganda, ya'ni dibanni tekshirayotgan, endi shuni rasmni yuvish jarayonida, bu dibanni chiqarish jarayonida bu yerga bir shu jav qilganmi deb qarasa, butun dibanlarning hammasi o'xshashganda, hech qanday unda o'zgarish bo'lgan unda alomatlar yo'q ekan. Shu bu janjallar butun ham rasmlarda bo'lsin yoki shippinglarda bo'lsin, hech qanday birsida bir misl bayqayolmabdi. Ondan keyin bu janjallar shu uchar taqsining shu ya'ni shu daqiqa ichida yutkalgan shippingisini yaxshi tekshirib ko'rsa, qaranglar. Bu uchar taqsilar har qatim yutkalgan chaqda shu ekran lap qilib qolganda shu uchar taqsining atrofi shu yaxshi kuzatsa, har qatim shu yutkiladigan chaqda shu uchar taqsi atrofga intayin zo'r bir energiyani qo'yib berganda, shu bilan yutkildigan. Shunga shu ekran lap qilib qolgan. Ondan keyin bu Bilmeyerning tatgan shipping rasmlarining yana bir alaylik bo'lsa, bu bal shu uchar taqsining rasmini iniq tatib qolmay, yana shu atrofdagi muhitni intayin iniq tatibdi. Bu rasmga mushtaqli qarab, yana naligini bilib olayotganda, ondan keyin shu atrofdagi daraxt deymiz, u bu mushlar chanjov deb qo'yamiz-ku. Shular qarab turib, bu uchar taqsining cho'ng kichiligi, ondan keyin shu uchish egizligi deymiz, shu turgan joyini hisoblab chiqa olaydi. Shu bu bal tatgan barliq bir rasm shippinglarning mayli shu moddiy isbot deymiz, odam isboti deymiz, shu vaqt deymiz, o'rin deymiz, boshlanishi deymiz, oxirlashi deymiz, butun hamma isbotlar intayin iniq. Shu bu bal tatgan bu rasmni bir xil yog'andek his qilib qolsizga. Shunday qilib bu bal tatgan rasmlarni bu amerikalik rasm mutaxassislari tekshirish orqali ma rasmdagi bu uchar taqsining diametrining 7 metr kelganligini jazmlashtiribdi. Undan boshqa bu tatgan rasmlarning orasidagi bir necha rasmda odamning ko'zi bilan ko'rilmaydigan bir ishni bayqab turganlar. Uni mo'tsanglar, shu uchar taqsining atrofida bir ko'rinmas qo'g'inish pardasidek bir narsa borligini bilibdi-da. Bu parda endi bir xil teshig'a to'xtamay energiya taqtiyotgandek shunday holatga. Ondan keyin men oldi deganlikda hujumchi aeroplan bilan tasqalda uchrashib qoldi dedim-ku. Shu rasmdimi bu uchar taqsi o'zidagi shu qo'g'inish pardasi bilan birga shu hujumchi aeroplanni o'z ichiga ham o'rab evopdi-da. Balkim bu janjallarning deyishcha endi shu hujumchi aeroplanning radarini pinbi qilib to'sib qilish uchun deb o'ylabdi. Shunday qilib bu rasmni ham tadqiq qilish orqali bu rasmdagi uchar taqsining insonlar tarafidan yasab chiqilgan narsa emasligini jazmlashtiribdi. Chunki u vaqtga Amerikaning eng ilg'or fan texnikasi bo'yicha aytgandimi, masalan ular osmonda unda jim bilan turadigan narsani kechib chiqsa, uning ostida cho'qim shu yerga energiya qo'yib beradigan bir narsa bo'lishi kerak danglar. Masalan, nimni esonlarga sanlar bo'ldi desanglar, gang teja, Po'lat Temir polvonma shu, masalan, osmonga uchish uchun avval qo'li ham ikki putidan bir narsani yerga o't chiqadi-ku, raketadek shunday bir xilgan joyda yerga mushta energiya qo'yib berish orqali osmonga menish kerak. Shunda bir narsa bo'lsa, osmonda unda jim turmaydi. Yana birsi mushta kuchlarga o'xshash unda nim qilib turgan qanday lo'shan jangs bo'lsa, u unda jim turmaydi. Shunga qarasa bu uchar taqsining hech qanday narsa yo'q, asha jim bilan turgan. Endi buni insonlar bilmagan bilan, lekin bu tashqi plant odamlari bilmayroq debiribdi. Bularning ishlatadigan bo'lsa, bir xil ig'irlik kuchiga qarshi turadigan texnika ekanda, bu xil texnika bularning uchar taqsini osmonda mushta jim to'g'izib bergan. Bularning hech qaysisi bu ig'irlik kuchining ta'siri va inersiyaning ta'siriga uchirmaydigan shunday bir xil texnika. Bayna yoqi biz rasm shippinglarni ko'rib bo'ldik, endi uchar taqsining ovozini anglab boqaylik. Masalan, hozir bir shipping qo'yib berma. Bu lekin shipping bilan bu ovozi ayrim-ayrima. Chunki bu bolaning shipping tadqiq narsa faqat shipping bilan tadalaydi, ovoz yo'q ekan. Onki bu unalg'usi faqat ungilam oldiga. Lekin bu yuz bergan vaqt bir vaqtda Marshpingni 1976 yili 3 ayning 29 kuni soat 6 dan 10 o'tgan chog'larda bir tog'ning ustida totibdi bu bol. Marshping qarsanglar, uchar taqsi aslimiyada jim turadi-ku. Shu tuyuqsizlam uchiblam yondagi meni kelib to'xtaydi. Lekin to'xtagan chog'da bir chipit to'xtamay, nimda qilib ichki tarafimda bo'lib ketdi ekan, o'ng'il-o'ng'il. Shu bilan dal mush vaqtda bu bol, mushni shipping topgan bilan bir vaqtda ma unalg'usini chiqarib, bu uchar taqsining ovozini o'ngib olgan. Bu ovoz dal biz insonlarning shu xiyolimizdagi uchar taqsining ovoziga o'xshaydi. Raslan bir narsa intayin tez suratda piqirayotgan bir ovozi. Kim bu unga bo'lgan ovozni shu Stanford universitetidagi bir ovoz chastotasi mutaxassisiga borib tekshirtirganda, bu mutaxassis tekshirish orqali bu ovozning 32 xil o'xshamagan ovoz manbasining tangli ovoz chiqarishi orqali shakllangan bir ovozligini jazmlashtirganda, endi Amerikaning ayni vaqtga shu 80-yillardagi eng ilg'or texnikalar bilan bu ovozni endi kompyuterda ishlab chiqish uchunmi eng gavji bo'lgan shundaq yongratqudan nurg'un ketadigan-da, oshlar orqali shu bir oyda aran testa mushunga o'xshab ketgan ovozni ishlab chiqara oladigan. Buning ketadigan pul endi 100 ming Amerika dollaridan jiqroq ketadigan-da. Endi bizga odatda kinolarda bunday ovozlar chiqib turadi degan bilan ayni vaqtda shu 80-yillarda Amerika kinolarni ishlash uchun shundaq ovozlarga nurg'un pul xarjlab, undan keyin bu ovozni ishlab chiqardi ekan. Endi bu tashqi plant odamlari bu Bilmeyer bilan ko'rishib, paranglashib qilgandan boshqa yana bu Bilmeyerga shu o'zlarining qurolini ko'rsatib qo'ygan ekan-ku. Bu qurol qanday qurol ekan desanglar, cho'qim hammalar o'ylagan tashqi plant odamlarning qanday qurol bo'ldi? Lazer nurli qurol, ya'ni Jiguangchang. Bu bal ash qurolni ilib chiqib o'qitib baqqan ketdi. Endi bu qurolning mavjudligi bu Bilmeyerning og'ziga kelib emas, isbot bobningga. Bir kuni bu Bilmeyer o'zining bir necha do'sti bilan bularning uyning shikaldagi bir tog' barida o'tiribdi, paranglashib bularning uyimizda yetgan. Shu bilan tuyuqsizlan bu Bilmeyerning
kallasiga shu tashqi plant odamdan bir uchur kelganda gap qildi. Shu bilan bu Belmer do'stlarga aytganda, "Ey, menga tashqi plant odamlar gap qildi. Sizlarni yerdan yarim soat ketibsiz deydi" deganda, shu bu odamlar "Voy, biz ko'ymamdiq-ku, voyjon" deb hamda xaplaganda qilib qoldi. Shu ketib yarim soatdan keyin kelsa qaranglar. Bularning shu o'taga yerning yeyinda bir daraxt bor ekan, shu daraxtning qo'sqida bir to'shuk tug'dak, yilq to'shukdan teshig'imda is chiqib yotdi. Shu bilan bu do'stlar kelib, "Voy, bu daraxt nim bo'ldi, bu yer nim bo'ldi" deb aytganda, shu bilan bu bal qo'pib, "Bayam tashqi plant odamlar kelganda, shu qasam qo'lda bir qurol olib kelibdi-ku. Agar men qurolni ishlatib boqay deb mushtalib bossam, mushu bir nur chiqib, mushu daraxtni o'tirib teshib yotdi" deganda, qarasam mushu rasmdagi mushu to'shuk shu xeyli to'ma bu. Buni ilqi keyin mushu qarsa, ilqi Denzon bilan ilqini burg'laydigan bak, shunday narsa bilan qildimi deb gumonlansa, lekin bu bolaning tug'an bu daraxtning yenidan eng yaqin yerdagi mushu to'q manbasiga 50 metr kelgancha, uning ustiga bu bola dedim, bir qo'li va bir bilgi bir xalam yo'q. Shunga bu bola o'zi yolg'iz bundaq u yerdan to'q kelib, Denzonda undaq qilib bo'lishi mumkin emas ekan. Endi tashqi plant odamlarning bu bolaga tapirishicha, bu narsa bularning odam o'tirgan qurol emas ekan, balki ilqidek tosh deymiz, metal deymiz, mushta bir narsalarni kesadigan va ishlatadigan uskunasiga. Endi men oldi dedim ku, bu balaning qanqa chiqib ketganki, nurg'un odam bu balaning uyiga shu tashqi plant odamning uchar taqsini ko'ramiz deb doim kelib kelib. Shu bilan bu asli bu uchar taqslar doim shu balaning shu uyining atrofida paydo bo'ladi ekan. Keyin shu bilan odam chiqib, nurg'un odam kelib olgan ekan. Bu tashqi plant odamlarmi bunda chiq odamning o'zini ko'rishni xohlamayotganda, shu bilan bu balaga doim shu uchur yetkazgancha ong orqali "Sen palanchi kuni miyaga kelgan" deb degan ekan. Shu bilan bu bal eshak berib ko'rishib kelgan. Burunlarda bir kun burun xabar qiladi ekan. Keyincha bag'an sirem shu hozir kelgan, ayilib boramiz biz deb boshida tuyuqsiz xabar qilgan bo'ldi. Shundaq kunlarning birida qaranglar, bu bal uyda birlar bilan paranjib turibdi ekan. Tuyuqsizdan bu bola cho'chigandeklar bo'pti-da. 10 kilam taloq qarab yuribdi-da. Shu boshlanamiz, tashqi plant odamdan xabar keldi buningga deb buning kayniga yugurmamdi o'qlab. Shu bir yer kelgan chaqda bu Belmer tuyuqsizdan bir ko'k rangli nur chiqib bilan yo'qa ketibdi. Shu bularning hamsa, "Hey, rang qilib turib qopdi-da, ashada winne ketgandi bu" deb. Shuni 20 minutdan o'tgandan keyin bu bal yenidagi bir chimliqning kaynidan chiqib qarang. Shu bularning winne ketdan bu yerda ketibdi. Shunda bu bal chiqqan chimliqning kaynidan nima asli bo'pti deb yaqinlab. Men qaysi kun so'zlagan ilqi maytian qo'ychun, ya'ni itsizlikdagi g'alit shakllar chiqibdi. Lekin unchalar yo'g'on murakkab emasga, bu oddiy kichik ekan. Bu g'alit shakllar qaranglar, mushta tugilak, uchi bir guruh ekanlar. Bu nima degan gap desanglar, ilqi uchar taqsining 3 tal puti bor ekanlar. Bu dal mush 3 tal putiga. Bu puti tugilakka emasmi? Bularning har birisining diametri 2 metrdan kelgan. Bu Belmerning atrofida yurgan bu odamlar bu narsani jiq ko'rib ketibdi danglar. Yozdimi turib chiqadigan, qishdimi chiqadigan, faqat mush Belmer yo'qolib ketib qaytadan paydo bo'lsa, mush bolaning atrofida mushta shakl chiqadigan. Ma yerdagi g'alit shakllarning rasmini baqu, bu Belmer topmay, mushlarning atrofiga qo'lin qo'shillar deymiz, yoki mush qiziqib kelganlar odamlar deymiz, mushlar topibdi bu rasmni. Bu bol endi eng beshida, ilqi boshqalarni ko'rsin, boshqalarmi shu uchar taqsin tashqi plant odamining borlig'ini bilsin deb yaxshi ko'ngil bilan endi ilqi xabarlar chiqib ziyoratlarni qabul qilib gezlay chiqib shunday qilib degan rasmlarni ko'rsatib. Lekin keyin borgan sirli qiziqadigan odamlar chiqib bu bolaning uyiga kelib turib elib, bu bolaning rasmlarini o'g'irlab dedim, bu bolaning ham o'zining kishilik turmushini pek daxtar siqib ketdi bu odamlar. Uning ustiga bu odamlar chiqqan sirli bu uchar taqsa bu bola bilan bu bolaning uyiga to'liq kelmaydigan bo'libdi. Ham tashqi plant odamimi bu bola bilan jiq aloqalashmaydigan bo'libdi. Bu bolaning deyishicha eng uzun bo'lgan chaqda oraliqda 3 oy aloqalashmabdi bu bola bilan. Endi bu tashqi plant odamining bu bola bilan 1942-yildan 1984-yilgacha aloqalashdi dedi-ku. Bu bola bilan eng oxirgi qatim aloqalashgan chaqda bu Samyaz degan tashqi plant odami bu bolaga aytganda, "Men endi shu fan wuju degan break barma" deganda, buni anti olam demdik ya modda qarshi olam demdik. Shunda break bor deganda, shu yer sharning yili bo'yicha sundasak 70 necha yildan keyin yenib kelgan bu tashqi plant odami. Endi komandirovkaga chiqdi demdik. Shunda 40 bir ish bo'lganda cho'chaq chiqdi degan. Endi bu tashqi plant odami 70 necha yildan keyin yenib kelgan chaqda bu Belmer allaqachon o'lib bo'ldi bu vaqt kelgan chaqda. Shunda qilib bu tashqi plant odami nimishqa bu Belmerni bunda aloqalashib yetaklaydigan odam qilib tanladi degan vaqtda tashqi plant odami bu bolaga javob beribdi bunga. Chunki sening ruhing intayin yuqori darajadagi bir ruh deyotganda, endi bizning qarmoqimizga bular faqat endi Mingjogo deymiz, bu Belmer deymiz, bir shu biri dehqon shunda qol, lekin bu tashqi plant odamlari bundan qarmayganda, bularning endi o'ylashicha bularning ruhi endi bizdek odatdagi odamlarning ruhi qaraganda intayin yuqori darajadagi bir sap ruhga. Endi bu tashqi plant odamlarning Belmerga tapirishicha, bular bu Belmerdan boshqa yana 20 necha ming odam bilan mushundaq ong orqali aloqalashadiganga mushtaq urinib beqib deganchu. Lekin bularning orasidagi ko'pincha odamlar bu tashqi plant odamining bu uchurni his qilolmabdi. Faqat bularning orasidagi oz sonlik odamlar mushta his qilolabdi. Lekin bu his qilolgan odamlar hammasi bilan bular unda aloqalashmaydi. Chunki bularning orasida mushundaq qo'rqadigan, mushundaq shingli sujus unda yuqori emas odamlar bo'lgancha, albatta biz normal odamlar qalimiz tuyuqsiz birsiga qilsa albatta qo'rqib ishtansimiz. Shunga o'xshash bularni qo'rqitib o'tmaylik deb faqat mushundaq qo'rqmaydi mushundaq botir g'ayratlik endi shu yuqori darajadagi ro'y va mushta odamlar bilan aloqalashgan. Endi men oldi dedim-ku, bu bolaning qo'lda bu rasmlar bilan shpinlardan boshqa yana bir moddiy isbot bor dedim-ku, u bo'lsa-mu tashqi plant odami bu bolaga bir necha tal mushundaq metal beribdi-ku, toshga o'xshash mushundaq narsa. Bu nima qilgan narsaga desanglar, o'sha tashqi plant odamlarning deyishicha, bu mushundaq uchar taqsiya yasaydigan, olam kiyim yasaydigan mushundaq bir metalga, materialga.
Kim bu metalni bular ham shu orijinal olim maktabidagi mutaxassislarga tekshirib beribdi. Bular tekshirish orqali nima natijaga erishibdi desanglar, bu metalni insonlarning hozirgi fan texnikasi bilan yasab chiqilib bo'lmaydi debdi. Nimishqa desanglar, bu metallar bir necha elementlardan tarkib topdi. Bularning orasida kumush bor ekan, mis bor ekan, nikel bor ekan, undan boshqa yer sharidagi eng az uchraydigan element tuli deb bir narsa. Buni hanzurcha tiu deb qo'ygan, tuli degan element ekanda, bu element qaranglar ayrim o'z oldiga ayrim mavjud bo'lib turmaydi ekanda, faqat shunga o'xshash boshqa narsalar bilan birikib shunday mavjud bo'lib turadi ekan. Endi buning yana bir g'alati yeri nimga desanglar, endi hozirgi insonlarning texnikasi bo'yicha bu narsani qizdirib, eritib, undan keyin bunda qillik holatga ega bo'lgan uchun masalan, to'mirni eritamiz, shunga o'xshash bularni eritib qizdirib, shunday yug'urib bir egalar ekan. Lekin bu narsa bo'lsa-chu, hech qanday qizdirgan, hech qanday buni eritgan undaq xinji yo'q ekanda, osh pitlam mush narsalarni bir yerga ekilib, qillik holatga egabdi. O'ylab beqinglar, masalan, guruch, dadu deymiz, puchaq deymiz, mushta bir narsalarni mushta qilib bir yerga ekib qo'yibdi. Bu narsalarni bunda egasanlar qumga o'xshashlam, yana chechilib ketadi bu narsalarni. Cho'qim masalan, uni qizdirib pishirib, undan keyin uni pomlasanglar bir holatga keldi shundaqku. Lekin bularning bu insonlarning cheshusida, insonlarning texnikasida faqat uni qizdirish orqali mushta holatga ega bo'ldi. Endi bu mutaxassislarning faraz qilishicha, buni insonlar qig'ili bo'ldi degan taqdirda qanday muhit qig'ili bo'ldi desanglar, olamdagi vakuumlik muhitda undan qig'ili bo'ldi. Lekin buni qilmaydigan insonlar shu. Ondikin yana bir yeri qaranglar. Bu metal shunda xemirga o'xshash yumshoqga qaranglar. Shunda buni bayqagandan keyin bular bu tatgan burun qishpinglarning hammasini qayta ko'rib chiqdi. Ko'rib chiqib nimani bayqabdi desanglar, mush uchar taqsa jim turib uchayotgan vaqtda buni cho'risi lip qilishga boshlabdi. Bu qanday desanglar, xuddi shamolda ko'niklarning cho'risi lipildigan o'xshash, bu uchar taqsining cho'risida bir xil yumshoq ashta metal bor ekan. Shunda bu mutaxassislar bu narsani davomli tadqiq qilmaymiz deyotgan chog'da, bu narsa tuyuqsizlan parchalanib, intayin ushaq bo'lgan karbonga o'xshaydigan qora rangli kulga aylanib ketibdi, aylanib chechilib ketibdi. Shundan bilan keyindan oksidlanib yo'qolib ketibdi bu narsa. Endi bu mutaxassislarning bu ishga nisbatan hamda faraz qilishcha, balkim tashqi plant odamlarning mushni tadqiq qilinglar deb bizga bergan bo'lsa, lekin biz bu narsaga nisbatan hamda buni turaqligini saqlab turadigan bu xil chishu texnika bo'lmaganlikdan bu mushta bo'lib ketganligi mumkin deb faraz qildi. Undan boshqa qaranglar, bu tashqi plant odamlari bu bilmaydigan nim deganga desanglar, bu tashqi plant odamlarining ajdodi 22 million yil ilgari yer shariga kelib boqqan ekanlar. Bu vaqtda yer sharida shu odamsimon hayvonlar, masalan, shimpanz deymiz, orangutan deymiz, shunga o'xshash odamsimon hayvonlar paydo bo'lib bo'lgan vaqt ekanda, shu tashqi plant odamlarining yetaklash ostida shu odamsimon hayvonlarda ondan odamga o'xshash bunda ong paydo bo'lgan ekan. Shuning bilan yer sharida birinchi avlod odam madaniyati shakllangan ekan. Endi bularning deyishcha yana bütün olamda nurg'ulg'an endi tashqi plant odamlar bo'lsin, yer sharidagi insonlar bo'lsin, hammasi insonlar qirdiga ekanlar. Bularni nima demoqchi desanglar, masalan, hukmron o'zini ko'rgan-ku, ilk hobbitlarmi jinzu kirdi, ya'ni odam inson turga. Ondan ilk pakan saqalliq ularmi odamga kirdi, insonlarga. Ondan ilk aragon ulam u egiz o'g'an bilan umu inson kirdi. Bular hamsi jinzu. Ondan ilk ushliq quloq ular jinglingga kirdi. Shundaqku, shunga o'xshash bularning degini olamda nurg'ulg'an tashqi plant odam bo'lsin, yer sharidagi odamlar bo'lsin, hammasi insonlar qirdiga ekanlar. Lekin u tashqi plant odamlarning taraqqiyoti insonlardan nurg'un yil ilgari kelganda, shu mushlarning shu yetaklash ostida ondan yer sharidagi odamlarning taraqqiyoti barliq ketdi. Shu bilan insonlarning taraqqiyoti shunda tez bo'lib, eng oxirida bir intayin zo'r bo'lgan yadro urushi portlab yer shari tub-tuz bo'lib ketdi. Shunda bu tashqi plant odamlari yana necha ming yildan keyin qaytib yer shari qarsa, ayni vaqtda o'zi barliq keltirgan bu insonlarning madaniyati yana yo'q qolgan, qarsa yana yilq odamsimon hayvon qiyofatda kelib qolganda bular. Shu bilan bu tashqi plant odamlari ikkinchi qitim yetaklashga boshlabdi, lekin bu qitim bular bir ketmay, mishada ancha-muncha kelib yer shari qarab turgan bo'ldi. Qanday to'sadigan ishlar bo'lsa to'sib, yordam qiladigan ishlar bo'lsa yordam qilib, shunda qilib insonlar hozir holatga keldi. Demak, yer shari bundan burun nurg'un qitim qayta islohotga kelib qolgan. Biz bularning orasidagi bir qitimi, balkim yana necha yuz yillardan keyin yer shari yana tub-tuz bo'lib, asladagi shu yavoyi holatiga qaytish mumkin. O chaqda tashqi plant odamlari yana kelib, yana qaytadan bizni yetaklash mumkin. Endi bu Samyazning deyishicha, yer sharining qayta mag'lub bo'lishiga sabab birsi urush, yana birsi muhitning bulg'unishi. Orliqdan shu yer shari intayin xatarli bir holatga kelib qoldi, chunki atmosfera buzilib ketdi. Atmosfera buzilib ketsa, u insonlarla emas, butun jonlilarning hammasi vayron bo'ldi ekan. Shunga bu tashqi plant odamlari doim kelib, shu insonlarni ancha-muncha yetaklab, yordam qilgan yordam qilib shunday qilib tekshirib turdi ekan. Ondan keyin bu Samyaz yana bir gap qilib qaranglar. Ularning deyishicha, insonlarning ruhining soni bor ekan. Bular insonlar o'lgandan keyin bularning ruhi yana bir dunyoga bor ekanlar. U dunyoda 152 yil turgandan keyin qaytadan odam bo'lib to'rilib, yangidan tug'ilib, inson bo'lib yashaydi ekan. Shu o'lgandan keyin bu ruh yana u dunyoga bor ekan. Shundaq davomlashayotganda bu ruhning aniq soni bor ekan. Lekin keyin bu yashayotgan insonlarning bag'on siri bu nupus ko'paygan siri bu ruhlar yetishmay qoldi-chu. Shunga keyin bag'on siri bu 152 yil turolmaydigan. Bu bag'on siri azlab keyincha 30 yildan keyin qayta tug'ilib kelgan bo'ldi. Ondan keyin Samyaz yana nima deb desanglar, yer shariga kelgan tashqi plant odamlari faqat bular emas ekan. Ulardan boshqa yana 3800 xildan ortiq
tashqi plan odamlar yer shariga kelib yiqibdi. Bularning orasida bu samyazlarga o'xshash intayin shundaq illiq yaxshilarim bor ekanda, undan boshqa shundaq intayin urushni yaxshi ko'radigan rezillarim bor ekan. Shunga bu samyazlar doim kelib bu yer shariga odamlarni qo'g'dab, yetaklab turdi ekan. Bo'ldi-amsa, bugungi mazmunimiz shada xarlashdi. Tenzan quan show tanqilishni unutib qolmanglar. Bu daqiqa mazmunim texnik bayza. Xayr xo'sh.